O'zbekiston bo'yicha nomer 1 shoferlar Surxondaryoniki deb bilardim-da. Mana hozir vodiydan qaytyapmiz, mana Perevaldamiz. Nexia mashinamiz raza sekin kelyaptilar-da. Sababi bo'lsa kerak, tez yurishga sababchi bo'ladigan bitta ish qilamiz hozir. To'xtatamizmi? To'xtataylik, akani bir xursand qilaylik. 36 yuryapmiz, 36 yuribdilar biratan. Aka, yuring endi. Assalomu alaykum. Bos endi, bos. Assalomu alaykum. Bir minutga to'xta olasizmi? Siz to'xtadilar akamiz. 78:00 antiradari berib yuboramiz. Menimcha shuning uchun ham sekin yuribdilar. Prashibga qilingan, ochilgan, tayyor qilib beramiz. Hozir o'rnatadilar, siz ketadilar. Men kamerani ol. Oka, savol. Nimaga sekin yuribsiz? Ha? Nega sekin yuribsiz? Radar bor. Radaringiz bormi? O'zi radaringiz bormi? Telefonda. Telefondami? Sizga haqiqiy antiradar sovg'a qilamiz. Bosib qo'rqmasdan yuringlar, oka. 78:00 neonlar. Prashibga qilingan. Hozir qo'yasiz, hozir ketasiz. Atushi berib olamiz. Atushi. Ha? Yeb qo'y aka. Atushi. Duo qilib qo'ydi. Surxondaryoliklarga salom. Okajon, rahmat sizga. Duo qilib qo'yarsiz Surxondaryoliklarga. Toshkentliklarni ham. Yaxshimisiz akam? Charchamaysiz? Tinchsiz? Shunisiz? Gaplashamiz aka, rahmat. Ha? Javob ber. Mana o'zimiz ham xursand bo'ldik.